Siz har kuni sevib tomosha qiladigan ijtimoiy tarmoqlar sizni miyangizni yeb bitiryapti. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, sizni yo'q qilyapti. Miyangizdagi tinchlik aniq qarorlar siri. Tasavvur qiling, siz oldingizda bitta katta hayotingiz uchun muhim bo'lgan qaror qabul qilish imkoniyati turibdi, lekin miyangiz qandaydir keraksiz shovqinlar bilan to'la. Bitta fikr keladi, ikkinchisi bosadi. Boshlayman deysiz, lekin kechiktirasiz. Muammo sizda emas, muammo miyangizdagi shovqinda. Bugun siz bilan bitta muhim haqiqat haqida gaplashamiz. Miyadagi tinchlik sizni hayotingiz uchun juda ham muhim. To'g'ri qarorlar qabul qilishingizga yordam beradi va bu qarorlarni to'g'ri qabul qilish sizni yuqori bosqichlarga olib chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Nima uchun men sizga bunaqa deyotganimni aniq faktlar bilan keltirib beraman va siz bu faktlarga ega bo'lgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarni hayotingizdan maksimal darajada chegaralashni boshlaysiz. Mana ismim Umar Yahyoyev. Oxirgi 8 yildan beri trading sohasidaman. Mana shu yillar davomida trading biznesida juda ham ko'p narsalarni test qilib ko'rdim, ko'p narsalarni sinab ko'rdim va 4,5 mingdan ortiq insonlarni trading sohasini o'rganishlariga yordam berdim. Va mana shu jarayonlarda kelib chiqib o'zimni xulosalarimni hozirgi videoda to'liq tushuntirib bermoqchiman. Nima uchun miyangiz doimo bo'sh turishi kerak, nima uchun ijtimoiy tarmoqlardan cheklanishingiz kerakligi va bu orqali daromadingizni oshirishingizni ham aniq faktlar bilan keltirib beraman. Agar sizni miyangiz bir vaqtda juda ham ko'p signal ko'radigan bo'lsa, sizni xavf ostida deb biladi, qaror qabul qilishda chalkashtiradi va qarorlarni sekinlashtiradi. Natijada yana biroz o'ylayman deysiz, hozir vaqt emas deysiz, ertaga boshlayman deysiz, qandaydir menga noqulay yoki qila olmayman. Ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonchi maksimal darajada pastga urib tashlaydi. Aslida bo'lsa sizni miyangizni shovqin to'xtatyapti. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda har turli xil emotsiyalaringiz o'ynaydi. Emotsiyasiz ko'tariladi, tushadi, xafa bo'lasiz, xursand bo'lasiz, quvonch bo'ladi. Do'stim, miya bu qandaydir kompyuter emas, unga har xil kodlar beradigan. Miyangiz maksimal darajada mo'tadil holatda saqlansa, bu shunchalik yaxshi ishlaydi. Biz tirik jonmiz. Tirik jonlar shunchaki doimiy nagruzkada emas, u doimo dam olish kerak. Miya qanchalik maksimal darajada bo'sh turadi, shundagina muhim qarorlarni tez va oson qabul qilib, tez harakatga o'tadi. Miyadagi tinchlik o'zi nima? Miyadagi tinchlik bu fikrlarning kamligi emas yoki muammolarning yo'qligida emas. Miyadagi tinchlik bu sizni miyangizdagi shovqinlarni maksimal darajada kamaytirishingiz. Bu shovqinlar bo'lsa bo'lishi mumkin ijtimoiy tarmoqlar yoki atrofingizdagi insonlar bo'lishi mumkin, ikkilanadigan insonlar, hayotda hech narsaga erishmagan, doim noliydigan insonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni maksimal darajada o'zingizni filtr qilishingiz kerak. Miyangizga har kuni nimani iste'mol qilyapsiz, nimani kirityapsiz va uni nima bilan to'yintiryapsiz. Miya doimo ishlashi shart emas. Insonlar aytadi avvaldan, doim ishlashing kerak, doim mehnat qilishing kerak. Yo'q, do'stim, ko'p pul topish uchun doim mehnat qilish, doim ishlash yoki doim miyangiz band bo'lib turishi yoki doimo ko'proq bilim olishi shart emas. Muhimi, miyangiz maksimal darajada bo'sh turishi, eng muhim narsalarni o'rganishingiz va eng muhim hayotingizda eng katta yutuqlarga olib chiqadigan qarorlarni qabul qilsangiz kifoya. Aynan mana shu miyadagi shovqin tufayli ham ko'pchilik insonlar ko'p bilsa ham kam harakat qiladi yoki ko'p bilsa ham katta natijaga erisha olmaydi. Atrofdagi insonlarni ko'ring, juda ham ko'pchilik insonlar aqlli yoki maktabda zo'r o'qiganman deydi, 5 ga o'qiganman deydi, universitetni eng top universitetni bitirganman deydi, lekin hech qayerda o'qimagan bir yigit yoki qiz undan bir necha 10 yoki bir necha 100 karra yuqoriroq natijalarga erishadi. Chunki ular ikkilanishmaydi, chunki ular o'zlariga shubha qilmaydi. Aynan mana shunaqa xato, ya'ni insonni o'ziga bo'lgan shubhasi, insonni o'ziga bo'lgan past ishonchi atrofdagi keraksiz shovqinlardan kelib chiqadi. Keraksiz ijtimoiy tarmoqlarda insonlarni ko'rasiz, kimdir nimadir olyapti, kimdir qanaqa boy hayotda yashayapti. Do'stim, Instagramdagi hayot bu real hayot emas. Atrofingizda siz ko'rib turgan hayot bu real hayot. Miyangizni bo'shating, bor fokusingizni umuman ijtimoiy tarmoqlarga olib tashlab, bor fokusingizni real hayotga qarating. Shunaqangi sizda baxt hissi yuqori cho'qqiga chiqadi. Ya'ni sizda rostdan ham Instagramdagi narsalar sizga kerakmi yoki sizni miyangiz boshqalarga o'xshashga harakat qilyaptimi? Bu narsani ajratib olishingiz kerak va hayotingizda ikkilanishlarni chiqarib tashlashingiz kerak. O'zingizga hech qachon shubhalanmasligingiz kerak, hech qachon ikkilanmasligingiz kerak va hech qachon boshqa insonlar bilan solishtirmasligingiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlar sizga nimadir berayotgandek yoki har kuni ijtimoiy tarmoqlarda reelslarni o'tkazsangiz, o'sha narsadan mazza qilasiz. Lekin bitta o'ylab ko'ring, nima uchun bu narsani qilishingiz kerak? Ijtimoiy tarmoqlarni tushunishni bitta zo'r usulini o'rgataman. Telefoningizni qo'lingizga olasiz, Instagramga kirasiz va ovozini maksimal darajada pastga tushirasiz. Ya'ni Instagramning ovozini umuman o'chiringda, shunchaki reelslarni ko'rishni boshlang. Ana shunda tushunib yetasiz, aslida bu reelslarda hech qanaqa ma'no yo'q. Har bir chiqayotgan reels maksimal darajada sizni fokusingizni tortishga, maksimal darajada sizdan like yig'ishga, maksimal darajada sizni podpisatsiya qildirishga harakat qiladi.
lekin bu sizga nima foyda? Mana shu narsani sinab ko'ring. Bugunning o'zida, hozir o'zida Instagramingizga kiring, ovozini maksimalni o'chiringda o'tkazing reelslarni. O'sha 10-15 ta reelsdan keyin bu narsa yoqmasligiga ko'nglingizni aynitishi boshlaydi. Bu rostdan ham shunaqa, shunchaki undagi shovqin miyangizni ushlab turadi. Xuddi yosh bolachalarga YouTubedan zo'r video qo'yib beradigan bo'lsangiz, ular og'zlari ochilib ko'rib turaveradi. Lekin bu bolachalar ham hozirdan muvaffaqiyatsiz insonlar bo'lish uchun kodlashtirib tarbiyalanyapti. O'zingizdan ham, oilangizdan ham yoki farzandlaringizdan ham bu narsalarni uzoqroq tutishingiz kerak. Maksimal darajada ijtimoiy tarmoqlardan uzoqroqda baxtli hayot kechirasiz. Bu aytayotganlarim shunchaki motivatsion ibora emas. Bu rostdan ham o'zim hayotimdan o'tkazgan, rostdan ham o'zim test qilib ko'rgan, atrofdagi insonlardan ko'rgan narsalarim va men rostdan ham o'zimni oxirgi bir necha oy ichida Instagramda foydalanishni kamaytirdim. Nimaga? O'sha ovozni o'chirib bir necha marta ko'rdim. Umuman keraksiz narsalar. Instagramda nimadir olishga undashadi siz yoki nimadir qayta-qayta ko'rsatishadi. O'ylab ko'ring, shu narsa rostdan ham sizga kerakmi? Shu video sizga rostdan ham kerakmi? Yo shu joyga borish rostdan ham kerakmi? Shu kiyim sizga rostdan ham kerakmi? Yoki qandaydir qimmatbaho narsalar, suvenirlarni ko'rsatishadi. Vobsheta kerakmi sizga? Foyda beradimi? Faqat foydali ishlarni qiling bo'ldi. Miyani tinchlantirishi va sizni muvaffaqiyatliroq qiladigan 3 ta usul bor. Birinchisi, ertalab uyg'ongan paytingizda umuman telefonlarni chekkaga surib qo'ying. Sizga chunki kimdir SMS yozgan bo'ladi, sizni fikringizni chalg'itadi, ertalab yuvinib yoki ovqatlanish jarayonida fokusingiz o'shanda bo'ladi. Butun energiyangizni o'sha kimnidir sizni chalg'itayotgani, kimnidir muammosi sizni energiyangizni yeb tashlaydi. Iloji boricha bemalol to'yib, ertalab nonushta qilib bo'lganingizdan keyin ishga ketayotganda yoki ishga borib o'zingizni muhim bo'lgan ishlaringizni, shaxsiy ishlaringizni hal qilib bo'lgandan keyingina ijtimoiy tarmoqlarga kiradigan bo'lsangiz, o'shanda energiyangizni yeb qo'ymaydi. Eng muhim narsalardan biri sizga qandaydir fikr keldimi, aniq qaror qabul qiling. Ya'ni tezda qaror qabul qilishga o'rganing. Agar siz har bir qarorlaringizni kechiktiradigan bo'lsangiz, bu Instagramga o'rgangan miya hamma narsani kechiktiradi. Chunki Instagramda oddiy, tez rag'batlantirishga o'rgangandan keyin miya nimanidir hozir momentalniy qilmasangiz, o'sha narsani cho'zib yuraveradi yoki u narsani muhim emas ekan deb shunchaki chekkaga chiqaraveradi. Sizga zo'r fikrlar kelaveradi, lekin ketaveradi. Fikr keldimi, sirazi o'sha narsani bajarib ko'ring. Fikr keldimi, momentalniy imkon bormi, sirazi joyida bajaring. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, mana shu YouTube kanalimdagi keyingi videolarni ham ko'rib chiqish maslahat beraman. Chunki men videolarimda odamlarni vaqtini bekorga olishni yomon ko'raman va aniq fakt, aniq o'zim ishlatgan narsalarni aytib o'taman. Mana shu kanalga obuna bo'ling va kelajakda chiqadigan videolarni ham o'tkazib yormang. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.